Tayyorlanishini ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'za sho'rva Markaziy Osiyo va Kavkaz oshxonasiga tegishli bo'lib, uzoq tarixga ega. Bu sho'rva asosan O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Ozarbayjon va Turkmaniston oshxonasida uchraydi. Ko'za so'zi maxsus sopol idish ko'za bilan bog'liq. Bu taom an'anaviy ravishda sopol idishda olov yoki ko'mir ustida sekin pishirilgan. O'rta asrlarda ham xon saroylari va karvonsaroylarda bu usul keng tarqalgan. Ozarbayjonda piti nomi bilan, O'zbekiston va Qozog'istonda ko'za sho'rva nomi bilan mashhur. Ko'za sho'rva qo'y go'shti, kartoshka, sabzi, piyoz va turli ziravorlar bilan past olovda uzoq vaqt pishiriladi. Ko'zada pishirish mahsulotlarining tabiiy lazzatini saqlab qoladi. Sezilarli farqi shundaki, oddiy qozon sho'rvalardan farqli ravishda sekin va yopiq holda pishirilish natijasida yanada boy ta'mni hosil qiladi. Ushbu ko'rib turgan ko'za sho'rva, salat, yarimta non, choy va turk baklavasi hammasi bo'lib 50 ming so'mni tashkil etadi. Sizlarni Sultonxon restoranida kutamiz.